Astag'firulloh qizlar, astag'firulloh, qanaqa zamonlarga qolib ketdik-a? Odamlar qanaqa bir ikkita yuzli bo'lib ketyapti-a? Odamlarda bet qolmayapti. Hozir men mana metroning oldida tursam, hozir bitta qiz keldi-da, meni o'zi tanimasdim bularni. Xullas meni yaqin o'rtog'im bor edi-da, shuni hozir kelib so'rayaptiki, shu men sizga 10 ming pul beraman, shu qiz haqida menga bir neto ishlari bo'lsa, chepe yurgan yo'llari bo'lsa, menga ayting deydi-da. Nima qilasan sen birovni ko'tini kavlab, insofing bormi desam, ayting, pожалуйста dedi. Oldin 5 ming so'm aytdi. Keyin jinnimisan? Вообще-то gap pulda emas desam, 10 ming beraman deydi. Nima men shunaqa pulga sotiladigan shunaqa bir 200 lik odamga o'xshaymanmi men? Odamlar qanaqa bo'lib ketdi? Hozir qani Mashhadlarda turdim. Mashina, xullas mana shu metrodan chiqib birinchi menga gapirdi-da, keyin xullas mana shu podyomkadan o'tib, mana shu tarafga ketdimmi ko'chaga? Yo'q, mana shu ko'chaga kirdim. Например, mana shu ko'chalarga kirib ketdi shekilli-da. Odamni qanaqa bilmay qoldim, tavba, insof bersin hammaga.